131 Zapatlo. Ey, Otabek Hamidov. 131 Zapatlo. Endi Otabek Hamidovning o'zi Rossiyada 2001-yilda 131-moddaning 2-chasti bilan ayblanib qamalgan ekan. 2001 qamalib 2005-yilda ham qamoqdan chiqqan. 131-modda nima? Kim biladi? 131-modda 2-qism B bandi. Qo'shimcha ravishda 132-modda 2-qism B bandi. Bu ikkalasi ham Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga tegishli. Zo'rlash va u og'irlashtiruvchi holatda sodir etilgan. Zo'rlik bilan jinsiy harakatlar, ya'ni oddiy jinsiy aloqa emas, zo'rlash bilan jinsiy harakat. B bandi nima degani desa, voyaga yetmagan shaxs bilan jiddiy jinoyat turi sifatida bo'lgan. Chunki men erkak kishiman. Xato bo'lsa kechirim so'rayman. Bu Zapatlo narsa emas. 131 Zapatlo. Ey, Otabek Hamidov. 131 Zapatlo.